Assalomu alaykum. Farg'ona shahar asl uy-joy savdo Instagram kanalini kuzatib boruvchi aziz obunachilarimizga asl uy-joy jamoasi chiroyli xonadonlarda obzorini ko'rsatishda davom etamiz. Bugungi manzilimiz Farg'ona shahar Z kanalda 27-maktab tushloqini orqasida biznesga ajoyib joy bor ekan do'stlar. Ham biznes bilan foydalansangiz bo'ladi, ham bemalol yashasangiz bo'ladi. Uyimiz shu turg'odan boshlanar ekan, steyshkadan boshlanar ekan. Shu огородlar ham uy egalariga tegishli ekan. Shirkat hujjat qilib bergan ekan va do'stlar bir narsani aytib o'tishni lozim deb topdim. Bu yerda mana bunaqangi do'konimiz bor ekan, biznesga zo'r joy ekan. Har kunlik daromadi 1,5-2 million atrofida ekan. Bemalol bu magazinni ham ochib, o'zingiz faoliyatingizni boshlasangiz bo'ladi agar magazinni ham bo'lsin degan obunachilarimiz bo'lsa. Endi bu tomonda mana 27-maktabning orqasi shundoqqina ko'rishingiz mumkin. Uyimizni orqa tomondan mana bunaqa qilib hovliga o'xshatib qo'yishgan ekan, darvozalar qilib qo'yishgan. Bu yerdan magazinga kirsangiz bo'ladi. Yerlarimiz steyshka bilan qoplangan, mana bunaqangi naveslar qilib qo'yilgan. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, bu tomondagi hududni ham sizlarga bitta chiroyli qilib ko'rsatib beraman. Endi qarang do'stlar, bu tomonda огород qismimiz bor. Mevali daraxtlarga bisyor ekan, har xil turdagi mevali daraxtlar bor. Undan tashqari bu yerda yana qo'y shunga o'xshagan narsa bo'lmasa ham, misol uchun tovuq shunga o'xshagan narsalarni boqsalaring bo'ladi. Va bu tomondan podval qismimizga tushgan joyimiz bor. Podvalimizni ham bitta operatorim chiroyli qilib ko'rsatadi. Kadastr hujjatlari notariusga tayyor. 2 xonali kvartira do'stlar. 3 xona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Undan tashqari uyimiz 46 kvadrat metrdan iborat. Remontlari tiniq holatda. Ko'ringlar, agar sizlarga Zakanal hududdan biznesini boshlab turish shunaqangi chiroyli xonadon zaril degan insonlar bo'lsa, ushbu xonadonni taklif qilaman. Endi qarang do'stlar, bu tomonda mana bunaqa qilib ayvon qilib qo'yishgan ekan. Ochiq ayvon, bemalol yozgi kunida bu yerda ham dam olib o'tirsa bo'ladigan joy. Bu tomondagi kirish qismi eshiklari temirdan. Hozir ichkariga kiramiz. Ichkariga kirib yana sizga planirovkalarini chiroyli qilib tushuntirib beraman. Bismillahirrohmanirrohim deb kiramiz do'stlar. Kirganimizda bu kichkinagina joyimiz oshxona qismi ko'rishingiz mumkin. Holati zo'r, gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q. Gazlarimiz mana bunaqangi vajang yonib yotibdi. Uyimiz jihozsiz sotiladi do'stlar. Qo'ldan kelgancha obzor qilamiz. Kichkinagina hol orqali bu tomonda alohida mana eshigimiz bor. Bemalol podest qismidan ham kirsangiz bo'ladi. Bu proxod hol do'stlar. Bir boshdan sekin tushuntiramiz. Devorlari mo'yish aboylar bilan qoplangan. Ichki eshiklarimiz MDF va sanuzel hojatxonaga e'tibor berasizlar. Aristonlarimiz bor, unitazlarimiz bor. Devorlar, yerlar 100% kafel bilan qoplangan. Vannalarimiz, dushovoylarimiz bor. Bu yerdan mehmonxona qismiga o'tamiz. Mehmonxonamizga ham remontlarga bitta o'zlaring baho beringlar do'stlar. Mana devorlar aboy bo'lgan, holati zo'r, chiroyli qandillar ilingan. Shundoq kirib yashab, yana bemalol biznesingizni boshlasangiz bo'ladigan joy ekan do'stlar. Xo'p, bu mehmonxona qismi, bu tomonda kattalar yotoqxonasi bor. Buni ham ko'rsatib tushuntirib beraman. Ichki eshiklarimiz MDF bilan qoplangan do'stlar. Mana holatiga o'zlaring baho beringlar. Uglovoy bo'lishiga qaramasdan terlamagan va po'pani bosmagan do'stlar. Farg'ona shahar Z kanal 27-maktab orqasida 4 qavatli domda 1-qavatda ushbu 2 xonali kvartiramiz bizneslar bilan birgalikda sotuvga chiqyapti. Joyimiz narxi qancha deganlarga, joyimiz narxini joy egalari tomonidan $45,000 baho aytilyapti. Kami bor, kelishlarkan, savdolashishga imkoni bor. Yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, shunaqangi kvartira so'ragan do'stlarga podelitsiya qilib tarqatib qo'yinglar. Hozir tashqari hududga chiqib, domimizni oldilarini ham ko'rsatib tushuntirib beraman. Xo'p do'stlar, endi sizlarga domimizni tashqi fasadlarini ham ko'rsatib beraman. Bu aytib o'tgandek 27-maktab. Hudud zo'r, lokatsiyasi zo'r do'stlar. Uyga maktablar, bog'chalar, magazin, apteka, poliklinika, klinikalar yaqin. Domimiz oldi tomoni, bu tomonda mashinaga, parkovkaga joy, bolalar o'yingohlari bor. Kadastr hujjatlari notariusga tayyor. Uyimiz zudlik bilan sotiladi. Ko'ringlar, agar sizlarga yoqsa, ushbu xonadonni bitta qo'ldan bemalol ekanligingizdagi raqamlarga bog'lanib xarid qilishlaringiz mumkin. Mana bu domimizni tashqi fasad qismi. O'zlaringiz baho berasizlar. Xato va nuqsonlardan mingdor uzr so'raymiz. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bizni YouTube, Instagram, Telegram ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishni davom eting. Keyingi videogacha xayr do'stlar.